Rustam Inoyatov O'zbekiston siyosatidagi eng kuchli, eng obro'li va eng sirli figuralardan biri. U 1944-yil 20-iyunda tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini tamomlagan. Dastlab tergovchi sifatida faoliyat boshlagan. Keyinchalik Afg'onistonda xizmat qilgan va Sovet razvedka tizimida tajriba orttirgan. 1995-yilda Islom Karimov uni Milliy xavfsizlik xizmati rahbari lavozimiga tayinladi. 51 yoshli Inoyatov ushbu lavozimda uzluksiz 23 yil, ya'ni 8400 kun faoliyat yuritdi. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki butun mintaqada rekord hisoblanadi. Bu davrda MXX oddiy idora emas, davlat ichidagi markaziy kuchga aylangan edi. 1999-yilgi portlashlar, 2005-yilgi Andijon voqealari, keyingi yillardagi siyosiy o'zgarishlar barchasi MXX filtrlari orqali o'tgan. Inoyatov nafaqat xavfsizlik, balki tashqi siyosat, kadrlar, diplomatiya va axborot oqimini ham nazorat qilgan. U hech qachon ommaga chiqmagan, intervyular bermagan, parlamentda ishtirok etmagan. Uning faqat bitta mashhur rasmi bor, ammo siyosiy elita uni Kreml bilan birinchi aloqachi deb atagan. Rustam Inoyatov davlat tepasida ko'rinmagan, ammo tizim ichida doim mavjud bo'lgan. Uning nomi tarix kitoblarida emas, yopiq papkalar ichida yashaydi.